Assalamu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugünkü satıva çıkan joyimiz şu xonadonimiz bo'ladi. Yurtturalaringizni yangi remontdan chiqib turibdi joyimiz. Joyimizni girish qismi shu yerimiz bo'ladi. Keng tushgan, balandlik ham baland, aboydan chiqib chiroyli bo'lib turibdi yine. Bir koridor ham uzun ekan. Bu yerimizda avtomatlari qo'yilib o'tilgan yaxshisidan esa joyimizni bir yandan ko'rsatib chiqsak. Kelasiz, bu yerimiz zalimiz bo'ladi. Zalimiz ham keng tushgan, yarki aboydan chiqib turibdi. Remontuna umuman gap bo'lishi mumkin emas. Aqfoyna jaluzi perdeler qo'yilgan, resterlar ham qo'yib o'tilgan. Bu yanimizga keladigan bo'lsak, hurmatli yurtdoshlar, bu yerimiz esa yurtturalaringiz spannimiz bo'ladi. Spannimiz ham keng tushgan, ajoyib bo'lib, aqfoynalar jaluzi perdeler qo'yilgan, gipsokardon bilan chiroylatib patologlardan zetgan ekanlar. Yurtturalaringizni bu narsalardan qo'yganlar, televizor qo'yib berasizlar, g'olib tashlasizlar, zo'r bo'ladi. Sanuzimizda ko'rsatib o'tamiz. Sanuzimiz ham oyoq telari kafel, dapataloqadan kafel qilib chiroyli bo'lib turibdi. Kuhnimizga keladigan bo'lsak, kuhnimiz ham aboydan chiqib chiroyli bo'lib turibdi. Bir dona o'zingiz didlaringizga mos kuhnimizni qo'yib berasizlar, ajoyib ondan yaxshisidan. Bu yerimizda dyuy konturli kotellar ham qo'yilgan, gazning shochiklar ham qo'yilib chiroyli bo'lib turibdi. Hurmatli yurtdoshlar, bu yerimizda gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Narxına keladigan bo'lsak, narxi 420 million so'm. Hurmatli yurtdoshlar, ustunda kelishib beriladi. Ekranda berilgan telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Manziline keladigan bo'lsak, manzili vodnikda bo'ladi. Toza domda hurmatli yurtdoshlar, kirpishning dom bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.